Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozir Navro'z bayrami kunlari bilan necha kun dam olish kuni berilganini ko'rib chiqamiz. O'zbekistonliklar Navro'z munosabati bilan necha kun dam oladilar? Haftasiga 5 kun ishlovchi o'zbekistonliklar Navro'z bayrami munosabati bilan ketma-ket 3 kun 21, 22 va 23 mart kunlari dam oladi. 6 kun ishlaydiganlar uchun esa 22 mart ish kuni hisoblanadi. Haftasiga 5 kun ishlovchi o'zbekistonliklar Navro'z bayrami munosabati bilan ketma-ket 3 kun dam oladi. Bu kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2025-yilgi ish vaqti taqvimida nazarda tutilgan. Demak, haftasiga 5 kun ishlaydiganlar 3 kun dam oladi. 21 mart juma Navro'z bayrami. 22 mart shanba 5 kunlik ish haftasida ishlovchilar uchun dam olish kuni. 6 kunlik ish haftasida ishlovchilar uchun ish kuni. 23 mart yakshanba dam olish kuni. Haftasiga 6 kun ishlaydiganlar uchun faqat juma va yakshanba dam olish kuni bo'ladi. 22 mart ish kuni hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, haftasiga 5 kun ishlovchilar 8 mart xotin-qizlar bayrami munosabati bilan ketma-ket 3 kun 8, 9 va 10 mart kunlari dam olgan edilar. 6 kun ishlaydiganlar esa 10 martda ishga chiqqandilar. Videomiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.